Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun 6-avgust Xorazm viloyati Urgan shahridamiz. Haval avtosalonda. Xudo xolasa bugun Haval avtosalonda mashinalarni rasrochkalari bilan, skidkalar bilan tanishamiz. Katta skidkalar bor deyotir. 10 milliondan 40 milliongacha skidka deyotir. Hozir kirib tanishamiz. Qanday foydali skidkalar bo'lib turibdi ekan. Ketdik. Adresni aniq tushuntirsak, Xorazm viloyati Urgan shahri prямо Xiva okrugining tiyinida joylashgan. Xiva ko'prigining tiyiniga tushib kelasizlar. O'sha katta tarafimizda. Taxta bozor tarafdan kelishda Kalsovoyga taqlasizlar, o'ngga burilsangizlar shu yerda kelaverasizlar. Ketdik, kirib tanishamiz. O Jasurbek toza mashinalar kelmay. Xudo xolasa toza modelimiz keldi. Sadara. Nima degan mashina bu? Haval H7 degan modelimiz. Haval H7. Eng oxirgisi. Ha. O, qachon keldi bu? Oqshom keldi bu mashina. Bugundan boshlab xudo xolasa sotuvda. H9'ni katta deb bilganlar uchun. Ukasi. Shuni ukasi. Kichkinaroq, udobniy, shahar ichidan off-road ham 4 balon tortadi. 4 balon tortadi. Yana bir yangilik Sardor, buni gibrid ham bor. Gibrid ham bor. Ham tokda, ham benzinda yuradi. Oh, qaysi zo'r endi buning? Ha, endi kima nechik? So'rab qaysi endi buning? Endi ba'zi benzin motor güçlü bo'ladi. 230 ot kuchi bor. Motori nechilik bo'ladi endi bu? Motori 2lik turbina bo'ladi. 2lik turbina. Propan qo'yib bemalol haydasalar bo'ladi. Ha, diskalar bir 2lik bormi deyman? Nechilik bu? Diskalari 19lik bo'ladi. Yumshoq, o'ziniki. Almashlash shart emas. Otsenkovka zanglamaydi, tushirmaydi. Svet ham zo'r. Svet ham zo'r, salonning sveti даже komfort ham güçlü. Qani buni salonni ko'rsating buni. Yursak bo'ladi. Zo'r chiqdi buni ko'rsatgani. Mana tez baholarni aytib beramiz. 399 million 900 ming so'mdan 479 million 900 ming so'mgacha. 400 milliondan 480 million so'mgacha. 4 xil pozitsiyasi bor. 2 dona benzin motor pozitsiya, 2 dona gibrid variantlarimiz. Besprodnoy zaryadka, salon, massaj, qizdiradi, sovutadi, panorama lyuk, 360 gradus kamera. Даже eng fullunda CarPlay o'zida bor. CarPlay ham bor. YouTube ko'rib ketaveramiz, videosini, kino ko'rib ketsa bo'ladi. Rejimlari bor. Panorama lyuk bo'ladigan katta lyuk. Saloni keng ichlari. Saloni dum keng ekan bu ham. 5 odamlik bo'ladi bu. 5 odamlik havo. Arqa bagajlari katta bo'ladi. Nelari joystik bo'ladi ekan buni. Bagajlarni bemalol ko'rsak bo'ladi. Arqa bagaj ham katta. Yo'la bo'ladi endi buning ichida. Bu 4 burchaklar. İçine buyumlarni solib ketsa bo'ladi. Uzoqqa ketsak ham pomidor, samidor, udobniyati, o'zining eshiklari bor. Ichine eshik yuklab bermaysiz, pomidor bodringasiz. Zo'r, gap yo'q. Uzoqqa ketmaga zo'r ekan buning, 5 eshikli. Oilaviy, uzoqqa shahar ichidan zapaska arkasida. Zapaskalari o'zining razmerida. Kamerasi ham ko'p ekan buning. Kamerasi 360 gradus bo'ladi. Zo'r mashina ekan bu. 4 balon ham tortadi. Dizaynlari zo'r etib chiqarilgan. Bunga rasrochka bormi yo'qmi? Mana to'lov turlarini galadigan bo'lsak, bilasiz tozagan modellarda boshqa kredit 25% shunday bo'lib keladi. Hozir bu прямой rasrochkasi ochilib keldi. Surat ochildi. Oldindan 30% to'lov bilan 12 oy, 50% to'lov bilan 24 oy, 60% to'lov bilan 30 oy, 70% to'lov bilan даже 48 oy bo'lib to'lasalar bo'ladi. Yaxshi, gap yo'q lekin. Sразу ochilsa-da shunday hamma mashinalar. Imtiyozli kreditlari 25%, 28% dan chiqmaydi. 10%, 13%. Eng qimmati 14%. Undan oldin 25% to'lasa. 1%. 1% bor. Bormi? Bor даже bor. Yo'q, gap yo'q. Shu 1% dan azardim zo'r. Почти rasrochka degan u. Gap yo'q. Zo'r ekan bu mashina. Tushunarli bo'ldi. Endi qaysi mashinalarga bir aksiya mo'jallar skidka bo'lib turibdi? Keyingi modellarga keladigan bo'lsak, H9, Pickup, H6, Julion 10 million so'mdan 45 million so'mgacha foyda bilan xarid etsalar bo'ladi. Yaxshi. Julion 10 million foyda bilan, H6 ni 10 million foyda bilan, Pickup avtomobilimizni 45 million foyda bilan xarid etsalar bo'ladi. H9 avtomobilimizni 10 million foyda bilan xarid etsalar bo'ladi. Pickuplarga 40 Pickup avtomobilimiz 360 million so'm bahasi. Naqd to'lab ili kredit etaman desalar ham 45 million qaytiladi, 315 million so'm xarid etsalar bo'ladi. Pickup avtomobilimiz motori 2.4lik atmosferniy motor bo'ladi. Atmosferniy motor. Gaz boskaveramiz. Gaz, metan, propan, polni qo'ysa bo'ladi. Podveskasi ramli bo'ladi, u da ya'ni yumshoq. 1,5 tonnacha yuk ko'taradi. 5 odamlik, komfort ham kuchli. Parktroniklari bor. Orqa zadniy baskanda
buraya klassa signal çaladi. Kamerasi ham 5 bazaviy odamlik kamerasi. ko'zam bor. Ha. Hem semeyniy, hem pul ishlasa bo'ladi. Pul topar mashina. Pul topar. Foyda keladi bu zo'r mashina. bu. Sidinalari kojurniy, Kojurniy. regulovkalari Mexanik elektronik bo'ladi bo'ladi. ekan, 6 skorosli mexanik korobka bo'ladi. Mexaniki. Gruz kartavra. 5 skorosli mexanik korobka bo'ladi. Lekin lük bo'lmaydi ekan. Lyuki bo'lmaydi. Konditsioner bor lekin, ha? Konditsioneri bor. Yaxshi. Kuzov ham 2 tonna yuklaysak bo'ladimi bunga? 2 tonna? Kitobda yozilgan bunda. 970 kilo yozilgan. 1 tonna. 1,5 tonnagacha qo'yib ketadi. 1 tonna yozilsa bizda 2 tonna yuklasa bo'ladi qarang. No, bizning xalqimiz Bir qarash. yaradi. Balon. Balon ham razmerini o'zgartirsa Prямо bo'ladi. yasalmalardan ham oshib ketaverasizlar bu mashinada. 4 balon ham Kemillarga zo'r tortadi. ekan bu. Ajratib qo'ysam bo'ladi. Gap bunda rasoshka bormi yo'qmi? Rasroshkasi bor bunda. Necha foiz? 30% bilan 1 yil, 50% bilan 2 yil, 60% bilan 30 oy, 70% bilan 48 oy. Hammasini rasroshkasi bir xil bo'ldi hozir. Ha, yaxshi. Keyingi yangiligimiz Sardara H6 modelida rasroshka yo'q edi. Aha. Bugundan rasman rasroshkasi ochildi. Lizing asosida chiqaradi. 30% Lizing, bilan 12 oy lizing asosida. Endi u ham yomon emas. Zavod firmasi oldinda turadi. 0% dan bo'lib to'laydi. Qo'ygandan qat qo'yadi. Hozir buni pryamoy oddiza chiqarsangiz bo'ladi. 100 million so'm to'lab 5 yil imtiyozni 14% dan aytsangiz bo'ladi. Yoki 12 oy 0% dan aytsangiz bo'ladi. 50% dan to'lab 2 yil, 24 oy 0% dan. O'zini odana chiqarib qaramiz, bir pasport bilan yasalab bo'ldi. Ana. Keyin bankda kerak bo'ladigan vaziyalarni so'raydilar, gap turib necha aytmadim uzoqdan keldik Nima deydilar. kerak bo'ladi? O'zini pasporti, ayolini pasporti, endi erkak kishiga nisbatan aytibman, ZAGS guvohnomalari kerak bo'ladi. Shu bilan bir kunda xudo xolasa toza inomakani olib ketsalar bo'ladi. Обязательно xatın rolon etmaysanmi? Ha. Pasportini esa. Ha, bank ham o'zlarimizda uzoqqa yetib turmaydi. Ha. Salon ichida. Ha, xatınız bo'lmasa sotib ham bilmaysizlar ekan, olib ham bilmaysizlar ekan. Shuning uchun xatni yaningizda olib yuraverasizlar. Aha. Yo'q, buni ichlari nechik buning? Ichlari komforti kuchli, Komforti kuchli buni, ha? rulda joylashgan. Minimalizm. Rulda joylashganmi bu? Minimalizm komfort xohlaganlar uchun Oo. shu H6 ni tavsiya etamiz. Narxi 330 million so'mdan 390 million so'm ochadi. 1.5 ikkilik turbina motor bo'ladi. Polniy gaz qo'yib haydasalar bo'ladi. Yo'q. Knopkalari kamroq, ovozda Alisasi bor, ovozda boshqasiz bo'ladi. Ha. Lyukoni, bagajini, oynalarini ovozda boshqarsa bo'ladi. Konditsioner, audio sistema hammasini ishlariga. Havolada bilasiz. O'rtasi tap-takiz bo'ladi, shu dumpaki yo'q bo'ladi. O'rtada o'tirgan odam ham qisiq kamida bemalol. O'rtada o'tirman men deb yuradilar bor-ku. Mana shundalarga ketaveradi. O'tirarasizlar. Yozib o'tiradi. Arkalari, bagajlari keng buni, elektronik ochiladi. Elektron ochilib yopiladi ekan. 800 litr объемda, tajribalarimiz ziyod. Tenda qo'shimcha sammufer bo'ladi, tuning etib, sammufer qo'yaman deb yurmaydilar. Hammasi ichida. Mashinani olish kerak, haydash kerak, shu, boshqa rasxod yo'q. Yo'q. Bir bazadan ilindi. Bir mabodo bir qo'lqa olib ketsa, yo bir yerdan chiqqan va chiqib ketsa, qaytarib beradi. O'zining zashtasi bor. Aqlli ekan boy. Avtoparkovka o'zini parkovka etadi. Ha, parkovkasi ham bor. Keyin ayollarimiz haydaydigan bo'lsa, endi zadniya bassa qiynaladi-ku. Tupikera kirib qolsa 50 metrgacha mashin o'zini o'zi orqaga zadniya surib chiqarib beradi. Pamyati bor, ha? Chet kirgan bo'lsa, chiqadi deysan. Yo'q. Aqlli mashinalar ko'payib qo'yadi hozir. Tushunarli bo'ldi bu mashina bilan. Keyin Julian. Ayol kishilarimiz uchun tavsiya etamiz. Eng ko'p sotilib turgan Julian M6, H6 modellarimizning ichida shu Julian eng zo'ri. Выгодный, gabarit ham katta emas, kichkina ixtisamli. Trekkerdan katta, lekin ishlari keng. Vidlar ham xosroy, aldan obisovkalar ham. Tortsa yaxshi, buni odam ham ko'rdik. Palosa o'shiydi, avtoparkovkasi bor, o'zini o'zi parkovka etadi, ayol kishilarimiz uchun toza, sho'por. Zo'r ekan bunda. Parkov ketsa. Avtotormojeniya, aldidan arkadan bir narsa chiqsa, o'zi avtomatik to'xtab qoladi. U bezopasnost. Yaxshi. Sidinalari qizdiradi, sovutadi, orqalari qizdiradi. Tushunarli. Rullari elektronik. Rullar ham qizadi. Panorama lyuk, 360 gradus kamera. Mana narxini keladigan bo'lsak, 280 milliondan 330 million so'mgacha 3 xil pozitsiyasi bor. 3 xil pozitsiyasi bor. Ha. Hammasi avtomat bo'ladi, ha? Hammasi avtomat, 1.5 turbina, MPI motor, ODM metan propan tushadi.
Bu işi Julian modelimizni yılı 2025 yeri var. Şu bilen bir xil hech yerinde o'zgarishi yo'q. 30 milyon fayda bilen alsa bo'ladi. Даже 40 milyon fayda bilen alsa bo'ladi. Shunda 25 tag'ini yaxshi. Avvalroq hammasi toza bo'lsa-ni? hammasi toza, yilında fark. Bilas satgandan inomarkalarda yılı rol o'ynamaydi uncha. 1 yil, 1,5 yil, 2 yil. Hammasi bir xil bo'ladi. Avvalroq video chiqarganmiz. Bir Julian olgan odam, bir Matiz qo'shib beramiz. Shu haligi uchun. Xudo xolasa. Matiz qo'shib beramiz? 30 milyon qaytiladi, 40 milyon. Başta Matiz desang. Matizning puli. Gap yo'q. Pul kerakmi desa, ana toza senedagi Matiz qo'shib. Gap yo'q. Tushunarli. 18lik diskga bu adam yumshoq balon almashtirish shart emas. Balon almashtirish shart emas. Benzin расход ham M6 Julian H6 uchundan bir xil. 7,5-8 litr shahar ichida. Bu da shu katta mashina bu. 6,5 dальняя edi. Ozagan bu расход. Расход kam ekonomik. Так, tushunarli bo'ldi. Endi Haval M6 bu. BAM legendarniy eng ko'p sotilib turgan mashinalarimizdan biri. Restyling varianti, oblisovkalari nikeladi. Qaraytirib Salon koja bo'lmagan M6da. Oranjviy bilan qora kombinatsiya bo'lib, koja bo'lib ishdan boshladi salonimiz. Mana. Monitor material o'kiladi endi bular, ha? Koja salon bo'lib gap boshladi. Toza restyling variantimiz yomon ko'rsak bo'ladi. Monitorning ichi ramkasi katta edi, kichkina etib ko'rsatadi. Hozir polni ekran etib ko'rsatadi uni. Yaxshi. Kameralari sifati yaxshilandi. Xira ko'rsatadi, ozgina ko'rsatadi. Polni chiziqlari bilan chizib ko'rsatadi. Chexollari koja bo'libdi mana. Salondan alichida tayyor, hamma modelimiz kelib bir kunda qayta chiqadi. Qimmatladimi, nechta bo'ldi endi bu? Narxi shu baho. Shu baho? Avvalgi baho. Yaxshi. Bu toza narsalar qo'shildi-da. Ko'tarilmadi bahosi. Bundan bagajlari ko'p. Bu bagajni nima chiqarib buni? 808 litr ob'yomda. Bagaj bo'laklari bilan bor. Servis zapchast hamma narsasi bor, topiladi. Mana yaturaversa polni spalni bo'ladi ekan bu. Uzoqlarga metan propan qo'ysa bo'ladi. Tonirovkalarni urib, bonus sifatida qo'sirayotib qo'yamiz siraylar. Bonusda tonirovka bor. Buni necha so'm bo'ladi deb ketib bilamiz. Bu pozitsiyasini 70 milyon so'm bilan xarid qilsak. 70 million deb ketsak bo'ladi. Birinchi pozitsiyalarni 60-65 milyon so'm to'lovati turib xarid qilsak bo'ladi. 5 yil imtiyozi 13-14% kredit bo'ladi. Xalosola to'lovuna qarab 1 yil, 2 yil, 3 yil рассрочка chiqaramiz. 30% bilan 1 yil, 50% bilan 2 yil, 60% bilan 30 oy, 70% bilan 48 oygacha 0% dan o'zini pulini bo'lib turadi. Buni xadovoy zo'r chiqar buni, ha? Xadovoy yumshoq. Eng ko'p qiziqtiradigan yeri bu xalqimizni, endi Rossiyadan ham ko'p Haval modellari, motor korobka nemetskiy bo'ladi birinchidan. Keyin xadovoy yumshoq, balon shirokiy almashtirish shart emas. Ichi keng. Puli menimcha arzonda bo'lgan. O'zini stoy. Trekkerning bahosida shuncha yaxshi inomarka. Trekkerda yaxshi deysan-ku bunda buni. Eng full 279 million 900 ming so'm. Pulni arziydi. Gap yo'q. Bonuslarni nechta bo'ladi? Bonusini tonirovka uriladi. Keyin ichida salonga kelgandan keyin 10 litr benzin solingan bo'ladi. 10 litr benzin. Shuni bonus sifatida aytib beramiz. Tonirovkasi bonus bo'ladi. Qolgan narsalari servisda skidka bilan arzonatib ko'p bersak bo'ladi. Haydab ko'rishni? Haydab ko'rish besplatniy test drive zonamiz bor. Bir pasport bilan xohlagan modellarni haydab ko'rsatsa bo'ladi. Xohlasalar shaharning ichidan chiqib olmaymiz. Haydab ko'ring, salom olaverasizlar. Mashina almashni bizda Cobalt bo'lsa, Gentra bo'lsa, mashin o'zingiz haydab yurgan mashinangiz bo'lsa, любой Cobalt, Gentra, Matiz, Damas, любойni aytganlar, shunda baholimiz to'g'riga esa beradi, ana uni pulini toza inomarkaga o'tirib qo'yamiz. Almashsa ketsa bo'ladi. Yaxshi. Xohlasa ustuna to'lab o'tadi, pul yetsa, mashina bizlar bergan mashina puli yetsa, ana shuni o'zini o'tirib qo'yadi. Olsangiz to'lov. Olaman desangizlar, xatlarimiz bilan kelasizlar, yukingizga pasport, ZAX kelasa sразу haydab ketaverasizlar. Hammasida рассрочка bor deyapti. Bir kunda toza inomarka olib ketsa bo'ladi. Bundan ham bugunning o'zida 5 dona ketdi. 5 dona M6, 1 dona Julian. Bugunning o'zida. Kamida bir 10 mashina sotilsa kerak, ha? Sotiladi. Kuniga endi ondan tushuntirib berdi. Adres Urganch Xiva okrugida, Mostning tengida bo'ladi. Memon universitetining yonida bo'ladi. Urganchdan chiqishim quruqdan chapa, Xivadan kelishim quruqdan o'ng aylaniladi. Birinchi tarafdan kelishda Taxta bozorining yo'lidan to'g'ri kelasizlar, dagansiz taqalib turib, o'ngga burilsangiz shu yerda. Azonki 9 dan kechki 8gacha haftaning hamma kuni. 6-bozor kunlari ham ishdamiz. Yaxshi.
ekranda nomerlar yoziladi. Dim tushunmaydilar bo'lsa, zvont etib so'rashlaringiz mumkin. Rassrochkami, kreditmi, ish qilib hammasini.